Assalomu alaykum, sevimli do'stim. Qayta tug'ilish darsxonamizga kelganingizni qizg'in qarshi olaman. Men sizning hayotingizni qaytadan qurib chiqish safaringizdagi eng yaqin sirdosh do'stingiz Xonqizasam bo'laman. Darsimizni davomlashtiraylik. Bugun biz psixologiyadagi eng muhim hukmlardan biri bo'lgan psixikalik mudofaa mexanizmi haqida birlikda izni baqaylik. Odamlarning nurg'un qilmishlari, hissiyot inkaslari va munosabatdagi qiyinchiliklari sirtdan qaraganda odat yoki mijoz bo'lib ko'rinsimi, ularning oqisida ko'pincha bizni azob, qo'rqish va qalb zaxmlaridan qo'g'dash uchun shakllangan psixikalik mudofaa mexanizmlari yoshiringan bo'ladi. Shuning uchun biz bugun bu mudofaa degan zodi nima? U qanday shakllanadi? Mudofaa qanday vaqtda bizga foydali bo'ladi? Bu mudofaa qanday qilib oxirida bizning hayotimizdagi har xil biz xohlamaydigan, hal qilinmayotgan masalalarga aylanib qoladi degandek mush savollarning javobini birlikda izlangach, o'zimizning ichki dunyomizga yana bir qadam yiqilish baqayli. Undaq bo'lsa xo'sh, psixologiyadagi mudofaa degan zodi nima? Mudofaa deganimiz odamning ichidagi qo'rqish, tashvish, azob, rad qilinish, ayblanish, numus va yoki boshqa har xil qiyin hissiyotlardan qochib, o'zini qo'g'dash uchun odamlar o'zini bilmagan va sezmagan asosda shakllantirib olgan harakat va qilmishlarni ko'rsatadi. Mana bu harakat qilmishlar psixologiyadagi mudofaa deb ataladi. Hamda bu ish harakat va qilmishlar angsiz kishilar to'pi orasida mijoz xarakter deb atalib, u odamlarning nima shundaq mijozni shakllantirib olganligining tubki sababini izdinish butunlay nazardan saqit qilinib kelyotidi. Ba'zi mudofaa mexanizmlari bizni bir mazgil qo'g'dishi mumkin va qiyin hissiyotlarni ko'tarishimizga yordam berishi mumkin. Ammo ular uzun muddat davomlashsa, bizning o'zimizga, salomatligimizga va kishilik munosabatlarimizga, shundaqla kundalik turmushimizga, hayotimizga masalalarni elib kelishi mumkin. Demak, qisqacha aytganda, mudofaa odamning ichki azobiy yoki qiyin hissiyotlaridan o'zini qo'g'dash uchun shakllantirgan psixikalik qo'g'dinish usuli. Undaq bo'lsa, bu mudofaa, ya'ni atalmish mijoz xarakterlar mush kishilar to'p orasida va bizning hayotimizda, atrofimizda qanday ifodalanadi? Ular qaysilar? Bular to'g'risida misollar orqali tushunchalar baraylik. Birinchi, hasad qilish va gumonxo'rlik. Ya'ni bir odam kichik balalik vaqtida aldangan bo'lsa, bu ichki aqida shakllanib qoldi-da, bu xil urug' terilib qoldi. Endi keyingi munosabatida hamma odamdan gumonlanish mumkin. U amaliyotda boshqalarni kontrol qilmoqchi bo'lganligidan emas, balki yana bir qatim qayta aldanib qilishdan, azoblanib qilishdan qo'rqib, o'zini qo'g'dayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, to'xtamay ishlash. Birdanmi xotirjam arom ololmaslik. Hamda buning oqisida bir qo'g'dilayotgan nozik hissiyot bor-da. Uchinchidan, boshqalarni kontrol qilish. Buning oqisida meni tashlab ketami yoki meni aldab qo'yami degan qo'rqish bo'lishi mumkin. Shuning uchun atrofidagi hamma odamlarni va ishlarni kontrol qilish bu xil kishilarning o'zini mudofaa qiladigan usuliga aylangan. To'rtinchisi, achchiqlanish, davomli achchiqlanish. Bu ma'lum bir xil hissiyotdan qochib shakllangan mudofaaning bir xil turi. Beshinchisi, hamisha ishlarni keyniga surish. Altıncısı, hissiyatlarını ve xohishlarini xotirjam aytolmaslik va yushirish. Yettincisi, boshqalardan yiroqlashish. Va hokazolar. Bunday misollar bekchiq. Buni qadam-qadam keyingi darslarimizda ham chunqurlaymiz, ham texadim inchiklaymiz. Shuning uchun bir qilmishning sirtqi ko'rinishiga qarabla, bu odam nima bunday qiladi deb ayblashning o'rniga, bu qilmishning oqisida qanday hissiyot yoshiringandir. Bu odam o'zini qaysi xil hissiyot va qo'rqishdan qo'g'dayotgandi deb so'rab beqish bizga odamlarning ichki dunyosini texim yaxshi tushunishimizga yordam berdi. Agar biz insonlar bir-birimizni haqiqiy tushunishni, bir-birimizni ayblashning o'rniga bir-birimizning ichki dunyomizni, ya'ni haqiqiy holatimizni ko'rishni o'rgansak, meningcha bu dunyo bek go'zallashib ketadi. Lekin afsus, odamlar o'zini o'zgartirishga nurg'un qiliqlarini o'zgartirishga har doim osonlik qodir bo'lolmaydi. Chunki odamlar tarixdan buyon o'zini o'zgartirish va ichki dunyosini haqiqiy ko'rishni o'rganmay, aksicha o'zini yoshirishni va qo'g'dashni o'rgandi.
Undaq bo'lsa tuanda bir misol orqali bu nuqtani texim yo'ritib baqayli. Misallar, men bir kuni sirtqa chiqay deb tursam, tuyuqsiz sirtning temperaturasi xeyli tuvanlab ketdi. Bak sovuq bo'lib ketdi. Shuning bilan men aldirabla sirtni aldirashim batdi. Bir yung popaykini kiyibla sirtqa mangdim. Bu popayka yung bo'lganlik uchun badanimni qishishtirib, meni bearam qiladi. Rahatlik bermaydi, rahat emas. Biroq men o popaykini selib etmayman. Nimishqa? Chunki o popayka meni sovuqdan qo'g'daydi. Boshqa tanlash yo'q. Hava bekli soğuk. Demek, popayka meni bearam qılıvatqan bolsumu, onun bir vazifesi var. Meni soğuqdan qo'g'daydi. Demek, adamlarning ba'zi qilmishlari dal mana mush popayka o'xshaydi. Adamlar men bu qilmishimni o'zgartaman deydi, biroq o'zgartanmaydi. Chunki adamlar shu qilmishi orqali o'zini bilmaydigan bir nozuk hissiyotdan qo'g'danayotgan bo'lishi mumkin. Endi biz bu yerda angsızlık yoki yushirin ang degan uqumga yiqilishimiz. Ya'ni burun balkim odamlar o'zini men nemishqa doim bearam bo'laman, men nemishqa g'araq ichaman, men nemishqa doim ochiqlanaman, men nemishqa doim hasad qilaman, men nemishqa hamma odam va ishlarni kontrol qilaman deb o'zini unsiz ayblab kelayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bugun bu qilmishlarga boshqacharoq qarab boqaylik. Belkim adamlar bu qilmishlar orqali biror narsadan qo'g'danayotgan bo'lishi mumkin. İnsanning ichida, ya'ni uning qalbining cho'nqur qatlamida ba'zi intayin nozuk hissiyotlar bo'ladi. Adamlar bu qilmishlar orqali mana mush nozuk hissiyotlarni qo'g'daydi. Buni o'zimiz sezmagan asosda avtomatik elib beriladi. Ya'ni ba'zilar haraq ichish orqali qo'g'daydi, ba'zilar qimor o'ynash orqali, ba'zilar to'xtamay xiyol qilish orqali, ba'zilar doim ochiqlanish orqali va ba'zilar atrofidagi kishilarni, ya'ni yo'ldishini, bolalarini va boshqa ishlarni kontrol qilish orqali bu xil o'zini unutilib ketgan, bilmaydigan hissiyotlarni qo'g'daydi. Masalan, ba'zi kishilar to'xtamay bir ishlar bilan shug'ullanib, faqatla yaxshi orom ololmaydi. To'xtamay ishlaydi. Ish qilib bir ishlarni tepib, o'zini aldirash qiladi. Bir kun hech nima o'ylamay damab baqsam nima bo'lar? Bir kun yaxshiroq bir uxlab baqsam nima bo'lar deb o'ylaydi-yu, biroq qilolmaydi. Amaliyotda hech kim uning dam elishiga to'sqinlik qilmayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bu xil odamlar birdam damib qolsa yoki bir kun hech qilmay o'tirib qolsa, uningga butun dunyo to'xtab qoladigandek, hamma odam uni ayblaydigandek va yoki hamma odam uningdan eshib ketib, o'sha odamlar eng oqida qilayotgandek tuyulib, hargizmi orom ololmaydi. Hatto kechadagi tatliq uyqulardanmi arilib qoladi. Chunki u mushundaq to'xtamay ishlash yoki bir ish qilib, ma'lum bir xil nozik hissiyotdan o'zini qo'g'daydi. Demak, men yuqorida deb o'tgan har bir qilmish yoki har bir atalmish mijoz xarakterining kaynida bir yushirinib yotgan, biz uchrashishdan qo'rqadigan, biz qo'g'danadigan bir hissiyot bo'ladi. Bu dal biz deb kelayotgan insonlardagi ruhiy jarohat, ya'ni qalb zaxmlaridan iborat. Endi bu yerda bir haqiqiy misol elib, buni texnimi cho'nqur tushunib baqaylar. Bir qarindishimiz mana deydi: "Men intayin gumonxo'r bo'lib ketdim. Hech kimga ishonmayman. Hamma odamning hamma gapi yolg'ondekla his qilaman, hamma gapini. Bundaq gumonxo'r bo'lib qolganimdan bakli zerikdim, o'zgartmadim. Chunki mushu mijozim tufayli yoki do'stlarim bilan chiqishamayman va yoki xizmatdoshlarim bilan chiqishamayman. Mush qilqimni o'zgarsam bo'ladi deb o'zimmi ichim siqilib ketdi, doim bearam bo'lib yurayman. Faqat ko'nglimning oromi yo'q, biroq o'zgartmayapman." deydi. Qaranglar, bu yerda biz popayka misoli qaytimiz. Popaykani selvassam bo'ladi, lekin so'g'oq bak bo'g'achqa, u meni so'qdan qo'g'dig'achqa, men uni selib etamagandek, masalan, haraq ichmasam bo'ladi, qimor o'ynamasam bo'ladi, gumonxo'r bo'lmasam bo'ladi, bir kun xotirjam uxlab baqsam bo'ladi, to'xtamay bir narsalarni o'ylamasam bo'ladi, boshqalarni kontrol qilmasam bo'ladi degandek, mana bularning hammasi o'xshash. Ammo biz bulardan osonla qutulanmaymiz. Popaykani salamagandek va bu mijoz qiliqlarimizni o'zgartirmaymiz. Shunga bu yerda bir savol qo'yilish kerakda. Endi bu odamlarning bu xil qilmishlari orqali zodi nimadan qechayotganligini,
nimadan qo'g'dilayotganligini so'rashimiz kerak. Odamlarning ichki dunyosiningki psixikalik qurilmasi 3 qatlamga ayriladi. Eng sirtqi qatlami bo'lsa biz ko'ra oladigan qismimizda biz his qila oladigan mudofaa xarakterlik harakat qilmishlarimiz men abay degandek. Eng ichki cho'nqir qatlamida bo'lsa biz bilmaydigan nozik hissiyotlar, ya'ni qalb zaxmlari yotadi. İnsanlar bunu butunlay unutib ketgan, bilmaydi. Yushurin anglagan shu. İnsanlar dal mush qalb zaxmlarining og'rib ketishidan yoki qanab ketishidan qo'rqib mudofaaga o'tib ketadi. Chunki insonlar ongsiz holatda bu qatlamning mavjudligini bilmaydi. Shuning uchun biz birinchi qadamda o'zimizni va boshqalarni ayblashdan burun men zodi nimishqa bundaq qilaman yoki bundaq bo'lib qoldim. U nimishqa undaq qiladi yoki ashundaq bo'lib qoldi degan savolni qo'yib kuzatishni boshlaymiz. Shundaqla men mushu qilmishlarim, harakatlarim, atalmish mijozlarim orqali zodi nimadan qo'g'dinyapman deb so'rashimiz kerak. Undaq bo'lsa, tuanda James Joyce'ning Dublunliqlar nomli asardagi bir hikoyani so'zlash orqali bu nuqtani men texdim yo'ritib baqaya. Bu hikoyada bir buvay bor. Bu buvay bir qahvaxonaga kirib, qahva buyurtmoqchi bo'ladi. Kutkichi kelib, "Efendi, sizga nima kerak?" deb so'raydi. Buvay, "Menga bir stakan qahva ber. Bu qahva tuzliroq bo'lsin. Qahvani puchuq stakanda ber. Yana bir tuxum po'shkili ber. Bu tuxum po'shkilining ta'mi toza o'xshamagan tamsizroq bo'lsin" deydi. Kutkichi bu gaplarni anglab hayron qilib buvayga, "Buva, bizning bu qahvaxonamiz shahrimizdagi eng dangli qahvaxona. Biz sizga bunda tuzli qahva bermaymiz. Eng mizli qahvani beramiz. Tuxum po'shkilimizning mudanqi bor. Shundaqla bizning bu qahvaxonamizda puchuq stakanmi yo'q, eng qimmatli nafis chiroyli stakanlar bor" debdi. Bu vaqtda buvay kutkichi bolaga qarab, "Ey ahmoq bolam, sen meni bu qahvaxonaga qahva ichkili kirdi deb o'ylab qoldingmi? Men bu yerga uyimni seg'inib kirdim" deydi. Chunki bu buvayninki mumiyi tamoqlarni ashunday sal o'xshatmayroq tayyorlaydi ekan. Qahvani mo toza yaxshi damlayolmaydi ekan. Shunaqla doim puchuq stakanda berdi ekanda. Shunlashqa bu buvay shu uy tuyg'usini va mumiyni seg'inib, shu xil tuyg'uni qaytadan his qilish uchun shundaq bir muhitni izlab kirgan ekanda bu qahvaxonaga. Demak, bu yerdagi buvayning tuzli qahvaga bo'lgan istiki, balkim qahvaning o'zi bilan munosabatlik emas, uning ichidagi yolg'izlik hissiyoti bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Shunga bu dunyoda hech qanday odamga baho bermasligimiz va ayblamasligimiz kerak. Chunki u harakatlarning keynida sababi bor. Ayıplash hamda ko'pincha masalalarni hal qilolmayli qolmasdan, balki ig'irlashtiradi. Ayıplash muhabbatning eng cho'ng dushmani. Hamda mayli bu buvayning hikoyasi bo'lsin, mayli bir haraq xumar bo'lib qolgan odam bo'lsin va yoki zaharga xumar bo'lib qolgan odam bo'lsin, yoki to'xtamay kullaydigan bir yoki bir ayol bo'lsin, yoki to'xtamay boshqalarni kontrol qiladigan bir odam bo'lsin, yoki to'xtamay telefon o'ynaydigan bir bola bo'lsin va yoki sizning hayotingizda yuz berayotgan har qanday siz yuz berishni va ko'rishni xohlamaydigan bir ish bo'lsin, vaqa bo'lsin, bularning hammasining keynida yushiringan shu odamlar shu qiliq harakat atalmish mijozlar orqali qo'g'dayotgan, qo'rqadigan, biroq o'zini bilmaydigan bir nozik hissiyot bor. Mana bu darsxonada biz avval o'zimizning ichki dunyosidagi ashxul nozik hissiyotlarimizni ko'radigan 3-chi ko'zimizni shakllantiramiz. Shu orqali eng avval o'zimizga o'zimiz muhabbat beramiz. Ondan shu ko'zimiz bilan boshqalarning ichki dunyosini, masalan atrofimizdagi jo'rimiz, bolalarimiz va boshqalar degandek, ondan bolalarimiz shundaqla atrofimizdagi har qanday ishlarning ichki dunyosini ko'ra olamiz shu ko'zimiz bilan va ularga haqiqiy shartsiz muhabbatni bera olamiz. Undaq bo'lmaganda bizning beradiganimizmi shartlik muhabbat bo'ladi, albatta, erishadiganimizmi shartlik muhabbat bo'ladi. Bu xil muhabbatning umri qisqa bo'lib qolmay, nihoyat tezla odamlarga azob berib keladi. Bu chaqda biz buning sababini bilmay, yig'lab, zarlab, qaqshab qolamiz. Mana mush vaqtda andın biz muhabbat haqida, farzand tarbiyasi haqida, do'stlik va oila munosabati haqida so'zlashga salohiyatimiz to'shidi. Undaq bo'lsa, bu xil muhabbat berishni hozircha qanday boshlab turamiz? Bu haqda men yana bir hikoya so'zlash orqali bu nuqtani yo'ritib qo'yay.
Bir kuni shimol shamoli bilan janub shamoli bir-birisi bilan kuchlilik to'g'risida baslashib qolibdi-da. Har ikkilisi men sendan kuchlik deb chang turibdi. Oxirida ular qaysimiz yo'lda ketib qolgan odamning chopinini soldira olsak, shu kuchlik bo'ladi deb musobaqa qurishmoqchi bo'ldi. Endi shimol shamoli intayin so'g'uq bir kuchab chiqibdi-da. U qancha kuchigan siri, yiliq odam chopinini selish u yoq tutulsin, to'ngab ketganligidan chopinni texim mahkam o'ziga yo'yib olibdi. Endi navbat janub shamoliga kelganda janub shamoli intayin mayin, yumshoq, illiq, issiqroq bir shamolni kuchi bilan chiqarib kelibdi-da. Shuning bilan yiliq odam sal isib ketganligini his qilib, darhol chopinni selib yutibdi. Shuning bilan janub shamoli o'zining kuchli ekanligini isbotlabdi. Demak, nima demoqchi deganda, bu dunyoda nurg'un narsalarning qonuniyati o'xshab ketadi. Biz insonlarni shunga o'xshatsak bo'ladi. Biz boshqalarning qilmishini tarbiya qilib, ayblab, yoki rag'batlantirib, yoki ongimiz tillab, haqoratlab, urib, kontrol qilib, yana o'zgarmasa, yana qaytadan boshqa usullar bilan o'zgartirishga tirishsak, xuddi shimol shamolidek u odamning qiliqlarini biz mangu o'zgartirmaymiz. Aksicha ig'irlashadi. Shuning bilan o'zimizmi va atrofimizdagi shu biz o'zgartmoqchi bo'lgan odammi hayotidagi shu izlayotgan muhabbat va nishoniga yetolmay zarlanadi. Shuning uchun biz janub shamolining rolini o'ynay olishimiz kerak. Ya'ni haqiqiy shartsiz muhabbatlar har qanday masalani o'ngshay oladi. Biroq buning uchun shu shartsiz muhabbat bizda bo'lishi kerak avval. Biz buni mushtarsxonada o'rganamiz. Yo'lda ketyapmiz, safarda ketyapmiz, bu uzun safarda. Endi darsimizga qaytib kelsak, bizning mudofialarimiz bir mezgil bizni shu xil nozik hissiyotlardan qo'g'dig'ini bilan bu bo'ldikan deb biz uni ko'nib qolgan bilan uzun davomlashsa, u bizning masalamizga aylanadi. Bugungi darsning temasi dal mudofaa masalaga aylandi degan tema. Masalan, ma'lum bir ichki dunyosida tashlanishdan qo'rqayotgan, ya'ni tashlanish jarayati bo'lgan mana shu biz degan nozik hissiyot shuda. Bir ayol tashlanishdan qo'rqib, mudofaa holatida yashaydi, ya'ni bek hushyor bo'lib ketadi. Tashlanmasam bo'ladi deb o'ylab, hamma ishni yaxshi qilishi mumkin. O'zligini butunlay unutib, yo'qotib, qarshi taraf nima desa ma'qul deb, o'zining eng oddiy ehtiyojlarini nazardan saqit qilishi mumkin. Ammo oxirida tashlanib ketishdan qo'rqib qolgan shu mudofaa harakatlari uni oxiri yana shu qo'rqqan narsaga yaqinlashtirishi mumkin. Ya'ni tashlanadi degan gap. Demak, bu mudofaa oxiri masalaga aylandi. Tashlangan bir ayolga aylandi-da. Tashlanish arxilg'u ajrashib tashlaydi, jo'ris asiylik qilib tashlaydi, yoki boshqa usullarda tashlaydi. Buning ig'ir yeniklik darajasi bor. Yana bir misol, bir maktabga berishni xohlamayotgan bola hargizmi sababsizla undaq bo'lib qolmaydi. U bola balkim shu maktabdagi o'qituvchilarning uni ayblashi va boshqa bolalarning uni zanglik qilishidan yoki uningga har xil salbiy gaplarni qilishidan qo'rqib maktabga bormayotgan bo'lishi mumkin. Demak, bu bola shu ayblanish va zanglik qilishlardan qo'rqib mudofaa qilib maktabga bormaydi. Ota-onalar buni bakla oddiy o'ylaydi. Men hamma ishni qilib bervasam, shunda yaxshi sharoit bo'lsa, nima deb bormaysa deb har xil usullarni qo'llanib boqdi, biroq natija yo'q. Demak, bu bolaninki bu mudofaasi oxiri masalaga aylandi. Ya'ni bu bola maktabga bormaydigan, o'qimaydigan, atalmish nachar bolaga aylandi. Amaliyotda bu farzandlarimizninki qalb yarisi borda, qo'rqayotgan, qo'rqinayotgan bir hissiyoti bor. Shunga bu farzandlarimiz bizningki hiliqi o'zimizning va boshqalarning ichki dunyosini ko'ra oladigan va tushunib turib, uning haqiqiy holatini tushunib turib, uni bag'rimizga basa oladigan uchinchi aql ko'zimiz bilan ko'rilishga ehtiyoji bor. Ko'rilishga muhtoj bu bolalarimiz, farzandlarimiz. Endi bunday misollar hayotimizda, atrofimizda intayin ko'p. Ya'ni mayli ayol masalasi bo'lsin, farzand masalasi bo'lsin, sog'lomlik masalasi bo'lsin, kishilik munosabat masalasi bo'lsin, biz hargizmi shimol shamolidek bo'lib ularni o'zgartirmaymiz. Balki janub shamolidek illiqlik, muhabbat berish orqali bu masalalarni hal qila olamiz. Demak, bu xil nozik hissiyotlar, ya'ni qalb zaxmlari insonlarga o'rtaq, butun dunyodagi insonlarga o'rtaq narsa. Hamma odamda bo'ladi, faqat ig'ir yeniklik darajasida farq bor. Shunga bu xil qalb zaxmisi texi saqaymagan holatda hech qanday odam, hech qanday inson yana bir odamga haqiqiy muhabbatni berolmaydi.
Bu deganim hatto bolasigami, jo'risigami va boshqalarga hech kimga bu xil holatda qalb zahmi saqaymagan holatda muhabbat berolmaydi, haqiqiy muhabbat berolmaydi. Ham bu xil holatda berdig'ini faqat shartlik muhabbat bera oladi. Shunga hayotimizdagi masalalar birning keyindan biri ulashib, yuz berib to'xtamaydi. Shundaqla intayin ig'ir azob va ichki xo'rash holatida hayotimizni davomlashtirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz avval o'zimizning ichki dunyosiga qarab safar elyapmiz. Ishni o'zimizdan boshlaymiz albatta. Bir odamning ichki dunyosi o'zgarsa, uning tashqi dunyosidagi yuz berishlarning hammasi o'zgarishga boshlaydi. Unda bo'lsa, siz bugun o'zingizdan mening hayotimda meni beharom qilayotgan, ammo men o'zgartirmayotgan qanday masalalar bor? Qaysi masala bor? Bu masala va odatlar, mijoz xarakterlar meni ichimdagi qaysi xil hissiyotdan qo'g'dayotgan bo'lishi mumkin, nimadan qo'g'danayotgan dema deb so'rab beqing. Hayotingizdagi siz qutulishni xohlaydigan, biroq qutulanmayotgan, hozircha hal qilinmayotgan har qanday masala sizning dushmaningiz emas. U bir elchi xolos. O sizga siz texi bilmaydigan, lekin cho'qim bilmasangiz bo'lmaydigan bir uchurni yetkazmoqchi xolos. Shundaqla bu orqali hayotingizdagi to'g'ri yo'lni sizga ko'rsatmoqchi. Siz bu masalalardan va uning oqsiga yoshirilgan nozik hissiyotlardan qo'rqib, mudofaa qilish emas, uningga qiziqish pozitsiyasida bo'lishingizni tavsiya qilaman. Mana mushundaq bo'lganda qorong'ulikqa to'lib ketgan ichki dunyomizga bir tal sham yo'rtgan bo'lamiz. Ashunga o'xshaydi-da. Shundaqla masalalarimizni hal qilishga bir qadam yaqinlashgan bo'lamiz. Bo'ladiğında bo'lsa, bugungi darsimiz mushat tamam. Agar mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, shundaqla texmi ko'p Uyg'ur qarindoshlarimizning foydalanib qolishini xohlasangiz, videoni yo'llab qo'yishni unutmang. Xayr, xo'sh, keyingi darsimizda ko'rishaylik.